aynan pul tikish uchun, uy sotib olish uchun menga sabablarni keltirib bera olasizmi? Sheyk-Zayd bu tomonda, bu yoq tomoni dengiz. Ya'ni 80 etajli bino, orqa tomoningizda polniy ochiq dengiz, bu tomoningizda Burj Khalifa downtown. Ikkala tomondan ham ikkita viddosingiz bo'ladi. Dubayda nima важный doim bilasiz? В первую очередь lokatsiya и вид. Bu yoqni lokatsiya viddan tashqari globalniy brend, 80 etajli, faqatgina bitta dona, ertaga sotaman, arenda beraman, o'zim yashayman desalar ham trofeyniy adres. Bu yerda boshlang'ich narxlar qanaqa, uylarning razmeri qanaqa? Xo'p, bu yerda hozir biz bir xonalarni chiqardik. Bir xonalarimizning narxi 750-800 ming dollardan boshlanadi. Bu narxlar investitsiya uchun juda ham привлекательный. Nimaga? Chunki bu lokatsiyada o'zi любой boshqa brendni qarasanglar 1 million dollardan boshlanadi. Ya'ni sizlar уже zo'r narx olasizlar, eng крутой proyekt olasizlar, ham Burj Khalifa ham dengizga qarayapsizlar. Bu yerda faqatgina yiliga 10% dan to'laniladi. Ya'ni первоначальный взнос 20% to'laniladi, keyin har yili 10% dan o'sha qurilishga qarab to'laniladi. Jami necha yil davomida qulanadi shunda? 6 yil davomida proyekt tayyor bo'ladi.